Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshi turibmi? Salomat turibsizlar. Yuqorida Said Akram doktor Vigo degan kishining bir so'zini yetkazibdi. Endi bu to'g'riliq so'zlasak gap yomon jiq qarindoshlar. Endi uning so'zini men bir takrorlay. Her yezida bir mashal borki, u bo'lsin o'qituvchi. Her yezida bir o'chirguvchi borki, u bo'lsin papazlar debdi. Mushning qarta men sura Tövbening 30-31 oyatlarini yo'llab qo'ydim. 30-31 oyatlarini yo'llab qo'ydim. Nima uchun bu oyatni yo'llab qo'ydim desanglar, shu papazlar asos jihatdan xurofot, bid'at, shirik ashundoq bir narsalarga insonlarni boshlab o'zini ilohlashtirib Allohning dini bilan insonlik bilan hech qanday munosabati yo'q. Yani Allah'ın dini bilen hiç qanday münasebeti yok. Bir narsalarni din qilib o'tirg'a chiqib olgan chaqda Allah her davrga cho'y desa payg'ambarlarni avatib to'g'ri yo'lga yetaklagan. Mandaqcha aytganda shu mash'al kimdi desa, shu payg'ambarlar mash'al. Yani yo'ritguvchi, to'g'riga yetaklaguvchi, insonlarni haqiqiy inson qilib yetildirib chiquvchi. Endi vahiyning maqsadi necha qitim dedik? Vahiyning maqsadi insonni hayvondan farqlantirish emas. Hayvon, inson. Vahiyning maqsadi insonni haqiqiy inson qilib yetildirib chiqish dedik-ku. Shu tarixda payg'ambarlar shu o'zining qavmiga kelgan payg'ambarlar shu qavmning o'ziga cho'y desa bir mashal bo'lib, bir yo'ritquvchi bo'lib kelgan. Bid'at, xurofot. Mayli u islom nomi bilan chiqsin. Hozir biz papazlar desa, shu papazlar o'chirguchi, papazlar buzg'unchi deb o'zimiz butunlay qarshilikni papazga qarshilik ko'rsatib shu papazga o'xshash mijoz xarakter meningda yetilib qilyapamdi. Menda bormi, yo'qmi? Mo'shunga qarash kerak. Qur'onga iymon keltirgandan keyin biz shu sura Tövbening 30-31 oyatiga iymon keltiriglik. Qur'onga iymon keltirgan odam Allohning oyatidan bir talni inkor qilsa kofir bo'ladi. Ya mushtami bo'lamdi desa kofir bo'ladi. Lekin uni tushunmay, bilmay, uning tegi-taktiga yetish jarayonida xatolashib ketish u boshqa bir masala. Uningga iymon keltirib turib, uningga xato tavil berib qo'yish u boshqa bir masala. Lekin inkor qilishchi desa kofir bo'ladi. Biz bu Qur'onga iymon keltirgandan keyin mening din deb tashviq qilayotgan narsam shu Qur'onga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Men o'zimning qavmiga nisbatan bir Uyg'ur ahlilim bo'lsa, Uyg'ur ahlilim men Uyg'urga nisbatan bir mash'allik rolini o'ynayotgandim yo o'chirguchlik rolini o'ynayotgandim. Buni azroq tafakkur qilish kerak va o'ylash kerak. Shuning uchun shu Viktor Vigoning so'zini misol qilib yetkazib qo'yapti. O'ylashsin, tafakkur qilsin. Meningda yomon esil bir narsa bor. Bizda shuning o'xshash bir yetarsizliklar, ya'ni shu o'chirguchlik rolini o'ynayotganlar bormi, yo'qmi? O'ylab beqinglar deb tashlab qo'ygan bo'lgandan keyin rost buni o'ylab beqish kerak. Hem şu başka adam şularni sizlar o'ylab beqinglar deb ahli ilm bo'lgan odamlarga shuni yetkazishdan avval shu ahli ilm bo'lgan odam o'zi menda shu narsa bormi? Rasmen mash'allik rolini o'ynayotgandim, o'chirguchlik rolini o'ynayotgandim deb o'ylash kerak. Endi mushiqning yog'i Qur'onchilar ve hadis inkarchilari deganga o'xshash gaplar intayin jiq talash tortish bo'layotir. Qur'onga
chaqagan odam hadisni inkor qilamdi desa, inkor qilmaydi. Nima uchun inkor qilmaydi desa, payg'ambar alayhissalom shu Qur'onni yetkazgan. Payg'ambar alayhissalom Qur'onni yetkazish jarayonida 23 yillik hayotida gap qildimi desa, gap qildi. Xuddi biz shu Qur'onni yetkazish jarayonida gap qilayotganga o'xshash, payg'ambar alayhissalom 23 yil jarayonida gap qildimi desa, gap qildi. Lekin u gap Qur'onning markaziy ideyasi bilan o'xshash, Qur'on chaqirayotgan yerga chaqiradigan, Qur'on berayotgan hukmga o'xshash hukm beradigan, ashundaq so'zlarni qiladi u payg'ambar. Payg'ambar alayhissalomni Qur'onga zid gap qiladi deyish mumkin emas. Mumkin emas. Payg'ambar bir din, Allah bir din o'ttirib qo'ymaydi navzubillah. Allohning dinini payg'ambar qanday qiladi desa, yana Allohning rasuli elchi uni yetkazadi va shu qavmga nisbatan, shu davrga nisbatan har bir payg'ambarlar mash'allik rolini o'ynaydi. Yo'ritquchilik rolini o'ynaydi. O'chirguchlik rolini o'ynamaydi. O'ynamaydi. Endi Qur'onga chaqirib, Qur'ondagi bor narsani birisi bir nima desa, birisi bir nima desa, o'zining qarashlarini o'tirg'a qo'ysa, yuqori degandek uni inkor qilmay turib, Qur'onda ma'nosi bor, ma'nosi yo'q desa, ma'nosini bor deb o'zi topolgan, iqtidori yetgan, topolgan narsani ma Qur'onda mandaq desa, uninglik bilan u odamga gap qilmaysa, u odam kofir deb bir yozmalarni yezib butun dunyoga taqitayotgan ulamolar birligi mushlar yo'ritquchilik rolini o'ynayapti, o'chirguchilik rolini o'ynayapti. Buni o'ziga havola qilib qo'ysak bo'ladi. Bir odam bu dinga e'tiqod qilsin, qilmasin. Bizning vatanimizni besib olgan Xitoy Allohning yaratquchi sifatini, tavhid rububiyani inkor qiladi. Xitoyni dunyoda ko'gal yerda o'ltirishimiz kerak degan tabliğni qilamdi o'sha ahli ilmlar. U Allohning yaratquchi sifatini inkor qiladi. Uningdan tashqari u inkor qilgani u yoqda turib tursin, u bizning zaminimizga tajovuz qilgan, bizga bosqinchi, bizni yurtlarimizdan surgun qilgan, qo'g'lab chiqargan bizning haqiqiy dushmanimiz shu, dushmanimiz. Uni qayerda o'zi o'ltasak bo'ladi degan gapni qilamdi, desa qilmaydi. Lekin yozmalarda-chi desa, Allohning kitobiga, ya'ni Qur'onga o'zining qarashlarini, men ma masalani Qur'onda mandaq deyman desa, shu odamni-chi desa, hadisni inkor qilding, ani qilding, mani qilding deb yozmaning eng oxiridagi mazmunida o'sha odamni o'ltasang bo'ladi degan yerga opirib qo'yaqliq. Demak, ulamolarimiz shu Viktor Hugo'ningki degandek mash'allik rolini o'ynayotamdi, yo'ritquchilik rolini o'ynayotamdi, o'chirguchilik rolini o'ynayotamdi desa, millatning beshiga ig'ir bir kun kelgan chaqda, demak, o'chirguchilik rolini o'ynab, millatga asos jihatdan fitna fasod, ittifoqsizlik, ziddiyat silib, uni ittifoqlikka chaqirmay, odamni yetim qoldirish kerak, ma odamga yetim qoldirish kerak, oning uyiga bormaslik kerak, maning gap qilmaslik kerak degan narsani o'tirg'a chiqib qo'yadi. Mushu Sura Tövbe'nin 30-31. ayetiga iymon keltirgan ahli ilmlar halol qilish, harom qilish din deganning zodi nima ekanligini mushu Qur'on o'tirg'a qo'ydi. Qur'ondan boshqa, ya'ni hech qanday bir narsa dinni o'tirg'a qo'yamaydi. Payg'ambarlarning chaqirig'i mushu, payg'ambarlar din deb o'tirib qo'ygan narsami mushuninga uyg'un kelgan so'zlarini biz olamiz, hadis deb olamiz. Buningga uyg'un kelmagan so'zni hadis deb olmaymiz deyish kerak. Shundaq vaqtda ular yo'ritquchilik rolini, mash'allik rolini joriy qildirdi. Bo'lmasa desa, ular o'chirguchilik rolini joriy qildirib qolsa bo'lmaydi. Yo'g'on bir ismni, ajoyib ulamolar birligi degan bir ismni o'tirib qo'yib o'ziga bir 70-80 ulamo bir yerga birlashib millatga yo'ritquchilik rolini, mash'allik rolini joriy qildiramay eng oxirgi hisob kelgan chaqda bir odam Qur'onga bo'lgan qarashini o'tirib qo'ysa,
yoki bo'lmasa hadis deb o'tirg'i chiqib qolgan nurg'un narsalarning malari Qur'onga uyg'un kelmaydi, Qur'onning chaqirig'iga uyg'un kelmaydi, Qur'onning hukmiga uyg'un kelmaydi, hadislarning markaziy ideyasi Qur'onning markaziy ideyasi bilan o'xshamaydi degan narsani o'tirg'i qo'ysa, u odamni sen inkor qilding deydi. İnkar qilding deyish bilan to'xtab qolmay, u odamlarni yetim qoldirish, o'ldirish deganga o'xshash narsalarni o'tirib qo'ydi. Mushundaq o'tirib qo'ygan, mushundaq xizmat qilgan odam yo'ritquchi bo'lamdi, o'chirguchi bo'lamdi, o'chirguchi bo'ladi u. O'chirguchi bo'ladi. Agar shu ahli ilmman deb atalgan bir millatning ulamolari bu millatga bir yo'ritquchilik rolini o'ynaydi degan odam Qur'onga haqiqiy cho'kinib kirsa, nurg'un narsani uning o'zining inkor qilishining hojati yo'q. O'zining inkor qilib tashlashiniki, uning o'zining supurib tashlashining hojati yo'q. Qur'on o'zi supurib tashlab chiqib beradi. Chiqib beradi. Bir taldan arib turmay, toplam ayırıp bereymen sizlarga azroq qarindoshlar. Qur'on shafaatning hech kim shafaat qila olmaydiganligini, faqatla yani hech kimning shafaati asqatmaydigan qiyomat kundan qo'rqinglar degan oyat va uningdan boshqa yana 28-29 oyat va shafaat to'g'riliq hammasi shu desa, hech kimning shafaat qila olmaydiganligini o'tirg'i qo'ydi Qur'on. Demak, shafaat to'g'riliq keladigan hadisning hammani mushu 30 dona oyat süpürüp tashlab berdi sizga birdan Albani arif emisimi, yana birisi arif emisimi, yana birisi arif emisimi? Qur'on o'zi ayırıp berdi. Qur'on o'zi inkor qiladi uni. Inkor qiladi. Shafaatchining hammani Qur'on inkor qiladi. Hech kimga shafaat iznini men beraman degan yeri yo'q Qur'onninki. Bir odamni bizga atab bergan yeri yo'q. A shafaat qiladi, ma shafaat qiladi. Kimga o shafaat qila oladigan deb hammani rad qiladi Qur'on 31 dona oyat bilan. Mo'jiz to'g'riliq kelgan hadislarni uni Qur'onga silib ayrıyman dese bir adam. Aş birli ayet özü möcüzünün Peygamber aleyhisselamның Kur'an'dan başka möcüzünün yoxluğunu köz tutlu koydu. Onu bizden işkiden okup yürüyüşünün haceti yok. Birden işkiden okup yürüyüşünün haceti yok. Mavi Kur'an'a doğru kelime ki deyişinin haceti yok. Yok. Nime için haceti yok? Kur'an Muhammed aleyhisselamga sana biz muşu Kur'an'ı möcüz qilib berdik. Sana biz möcüz beğendik dedi. Kur'an'dan başka möcüz yok Muhammed aleyhisselamdan. Mana muşu bir ayet bilan şu dese, bu to'g'riliq bir necha ayet bo'lishi mumkin möcüz to'g'riliq. Biroqla süpürüp taşaysiz. Mana bu chaqda siz Qur'onning yo'ritquchilik rolini o'ynayotgan İnsaniyet dünyasındaki bütün bid'atni tozlaydigan bir kitap ekanligini namoyon qilib o'tirg'i chiqara olasiz. A jannatga kirdi, ma jahannamga kirdi degan to'g'riliq nurg'un oyatlar bor. To'g'ri, albatta yaxshi ish qilgan odamning jannat kirdiganligi, yomon ish qilgan odamning jahannamga kirdiganligini Qur'on o'zi so'zlab berdi. Lekin cennetga kirdi, ma cennet kirdi, palanchini cennetni ko'rdim, po'kinchini jahannamda ko'rdim degan narsalarni nima ayirib berdi? Uni payg'ambarning bilmaydiganligini nima ayirib berdi desa, sura Ahqabning 9-oyatida aytqini Muhammad alayhissalom o'zimga va sizlarga qiyomat kuni nim bo'larini men bilmayman degin dedi Allah. Demak, kimning jannat kirdiganligini, kimning jannat kirmaydiganligini, kimni jannatga kirgizdiganligini, kimni jahannamga kirgizdiganligini Allah o'zi biladi. Lekin yaxshi ish qilgan odamning jannatga kirdiganligini, yomon ish qilgan odamning jahannamga kirdiganligini Qur'on o'zi yetkizdi. Payg'ambarmi yomon ish qilsanglar jahannam ketib qolasizlar juma, yaxshi ish qilsanglar jannat kirsizlar deb shu peti yetkizdi. Lekin ani jannatni ko'rdim, mani jannatni ko'rdim, po'kinchini jahannamda ko'rdim degan narsalarning hammasi yolg'on. Mana mushundaq supurib tashlaysizlar. Mushundaq supurib tashlagan vaqtinglarda uningdan yo'ritquchilik rolini o'ynaysizlar. Mushundaq supurib tashlashni sizlarga vazifa qilmaymiz. Hech kim bir-birisiga vazifa qilmaydi. Sen tashla demaydi. Qur'onni o'qisak, Qur'on o'zi supurib tashlab berdi uni. Tashlab berdi.
Hattoki ba'zi qarindoshlarimiz Aysoning tushishini inkor qilsang kofir bo'lsa, Mahdining tushishini inkor qilsang kofir bo'lsa deb nurg'un qitim ayblab ketdi. Ayblab ketdi. Qur'on sura Zuhrufning 43-oyatida qiyomat kuni biz sizlarni mana shu Qur'on bilan so'raymiz dedi. Sura Ankabutning 50-51-oyatlarida mushu tilovat qilinib turadigan Qur'on mushu kitob sizlarga kifoya qilmadimi dedi. Demak Alloh shu kitobni bizga kifoya dedi. Chunki abayqiga o'xshash nurg'un narsalarni o'zi yeyishib birdi. Yeyishib birdi Qur'on. Hem Sura Zuhrufning 43-oyatida qiyomat kuni biz sizlarni mushuni bilan so'raymiz dedi. Qur'onda bor narsadan biz javobgar, Qur'onda yo'q narsadan javobgar emas. Aysoning tushishiga iymon keltirmagan odam mushrik bo'lmaydi. Aysoning tushishiga, Mahdining chiqishiga iymon keltirgan odam Allohga sherik keltirgan bo'ladi u. Sherik keltirgan bo'ldi. Uning e'tiqod qilishga yo'l yo'q sizningki. Qur'onda Ayso tushidi, Mahdi degan biz chiqib sizlarni yetaklab to'g'ri yo'lga akitdi. To'g'ri yo'lni Muhammad alayhisalom bilan eng oxirgi kitob, samoviy kitob bilan ko'rsatib qo'ydi. Ko'rsatib qo'ydi. Shuning bilan to'g'ri yo'lni topamiz. Qur'on nima deyotgan bo'lsa, shu bo'yicha manga vaqtimizda nemining sahihligini, nemining sahih emasligini ayirib chiqa olamiz. Demak, Qur'onga uyg'un bo'lgan hadislarni biz olamiz. Qur'ondan namozni topolmagan bo'lsangiz, zakotni topolmagan bo'lsangiz, hajning qanday bo'lganligini topolmagan bo'lsangiz, lekin uning jiltisi Qur'onda bormi desa, bor. Namoz bormi desa, bor. Zakat bormi desa, bor. Bor. Payg'ambar alayhissalom shu davrda bizga zakatni qanday berib o'gitib qo'ygan bo'lsa, namozni qanday o'gitib qo'ygan bo'lsa, shu petincha o'qib ketaveramiz namozni. 5 vaqt o'qib ko'rsatib qo'yapti ekan, 5 vaqt o'qib ketaveramiz. Zakatni shu Madinaning sharoiti qarta berib ko'rsatib qo'yapti ekan, zakatning miqdori yo'q. Bizmi o'zimizning sharoiti qarta beramiz. İmkaniyatımız onundan jıqpasak, texmi ajrini olamiz. Mana mushundaq narsa. Mushundaq narsa. Jig'ib aytganda gapning beshiga kelsak, papazlik rolini o'ynab qolmaslik kerak. Papazga o'xshab qolmaslik kerak. Millatni bid'at, xurofot bundaq yo'llarga boshlab ketishga bo'lmaydi. Haqiqiy yo'ritquchilik rolini har qanday bir odam biz payg'ambarning varisi, payg'ambarning yo'lidan ketguchi deydi-ki, payg'ambarlar har bir davrninki yo'ritquchilari, mash'al rolini ilib mangan. Mash'al bo'g'uchilar ular. Mash'al bo'g'uchilar, davrga mash'al bo'g'uchilar, davrini yo'ritquchilar. Ahli ilm bo'ldi ekanmiz, ulamo bo'ldi ekanmiz, davrini yo'ritquchilar. Millatga mash'al bo'g'uchilar, haqiqiy to'g'ri yo'lni ko'rsatguchilar bo'lish kerak. Hargiz o'chirguchlik rolini o'ynab qolmaslik kerak. O'zimiz kichkina isloh qilib, ras biz nari ketkizib qo'yapmiz. Qanchalik rolimiz bo'layotdi, mushu to'g'rida insof bilan Allohning ustiga qo'yib turib, insof bilan bir tafakkur qilishini umid qilamiz ustozlarninki.